Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Biz hozir Farg'ona viloyati Dang'ar tumani markaziy shifoxona ro'parasida turibmiz. Mana bu yerda do'konlar joylashgan. Mana bu do'konlar, mana shu yerda antiqa tarzda yerni o'zlashtirilgan holati bo'yicha sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana shu do'kon, hujjatlarni qalbakilashtirilgan holatda mana shu yerga egalik qilingan. Sababi buni qaror bo'lmagan, boshqa joydagi do'konni qarorini sudga berib, sudni qarorini o'zlashtirgan holatda mana shu do'konga egalik qilgan. Mana sizlarga antiqa tarzda egallangan joy. Eng qizig'i, Farg'ona viloyati Dang'ar tumani kadastr agentligi bu jinoyatga sherik bo'lgan. Sherik bo'lgan sababi qalbaki hujjatni olib kelsa, bu ham hujjatlar tayyorlab bergan. Ular bilmadim deyapti, lekin qarorda ko'rsatib o'tiladi. Hatto qo'shlari, yon hududlar ko'rsatib o'tiladi. Bu yerda zo'r hudud ko'rinib qolgan bo'lsa ham, shuni qilib bergan. Kadastr palatasi Dang'ar tumani qilib bergan. Mana bu trotuarni ham egallatib, bunga hujjat tayyorlab berilgan. Mana sizga antiqa usulda tayyorlangan hujjat. Mana shu do'kon noqonuniy. Biz qo'limizda hujjatlari, hamma hujjat turibdi. Nega Dang'ar tumani kadastr palatasi bunga sherik bo'lgan? Buni tagiga nima yotibdi men bilmadim. Dang'ar tumani hokimi Sho'rajon Tojir Hakimov shunga e'tibor berasizmi, yo'qmi? Qachon bu do'kon buziladi va davlat zaxirasiga yerlar qaytariladi? Tokaygacha bu yerlar talon-toroj bo'ladi. Dang'ar tumani prokurori Akmaljon Boboxonov e'tibor berasiz degan umiddaman. Chunki bu narsa isbotlangan. Mana haligacha bunga chora ko'rgan yo'q. Nima bu Dang'ar tuman kadastr agentligi bu jinoyatga sherikligi, buni tayida zaminida nima yotganligi nima ekan? Iltimos sizlardan qilardim, tepadagi rahbarlar. Noqonuniy tarzda egallangan bo'lsa ham mana ishlayapti. Bu do'kon bekilish kerak o'zi aslida. Svet uzilish kerak, pechatlanish kerak. Va buni yerni buzib davlat zaxirasi qaytarish kerak. Nega e'tibor berilmayapti? Mana bu joyda qarang. Musorlarni qarang. Bu musorlar mana shu do'kondan chiqqan musorlar, mana shu do'kondan chiqqan musorlar, mana shu stalovoy, mana bu tarafi, narigisi magazini. Mana orqa tarafini ko'rsatib o'taman sizlarga. Mana orqa tarafi. Mana. Nega buzilmayapti? Sabab nima? Kim buni himoya qilyapti? Men sizlardan so'rab qolardim. Zudlik bilan bunga chorasini ko'rib, buzdirish choralarini ko'rish kerak va yerlarni davlat zaxirasi qaytarish kerak. Mana shu do'kon bo'ladi, mana. Tepadagi mutasaddi rahbarlar e'tibor berasizlar degan umiddaman va Dang'ar tuman hokimiyati, matbuoti aynan mana shu kanal orqali sizdan izoh kutib qolaman. Hurmatli yurtdoshlar, yana Dang'ar tumanida ya boshqa joylarda qo'llaringizda hujjat bilan qayerlarda noqonuniy tarzda egallangan bo'lsa joylar, men sizlar bilan hamkorlik qilishga tayyorman. Mening telefon nomerim 90lik 309 05 05. Qo'rqmasdan menga murojaat qilaveringlar. Sir saqlanasizlar. Men sizlarga oshkor qilmayman. Qo'llaringizda isbot bo'lsa bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kommentariy yozadiganlar so'kinmasdan, xabar qilmasdan kommentariy yozinglar.